Let's make some American cookies. Mashinasini yeymiz. Ichini qaranglar. Bu вообще pishirish oson bo'lgan narsa. Tak bizga sariyog' kerak. Bilmayman qanchadir boshibdi. O'zingiz taxmin qilib olasizlar. Og'zingni o'chir. Gapirmayman, boring, yo'qoling. O'zingiz oling videoyingizni. Video. Hazillashaman. Shakar kerak. Eng muhimi, mana bu jigarrang shakar kerak. 4 ta narsalarni sotadigan joydan topsa bo'ladi. Unaqa qimmat bo'lmaydi. 1 kilosi 80 ming. Biz buni chorsudan, to'rtchilarni joyidan topganmiz. So, bu siz o'xshamaydi deb qo'ying. Keyin mix qilamiz. Qistir. Mana shunaqa holatga kelgandan keyin bitta tuxumchaq borish kerak. Qanaqa mana chaqchadi? Men chaq beraman, men. I just wanna see shine. Iltimos. Mana qo'shimman, yo'q, turing. Mana shunday qo'yapsiz. Yarim qoshiq tuz, yarim qoshiq soda solamiz. Iltimos, shu videoga like bosmanglar, men qaytib qilmayman. Bu originalda siyu vanilla solish kerak, lekin topaman. Hammasini ishlatamiz, qurug'ini. Shuni bittasini ochib solib qo'ydi, bo'ldi. Endi nodiramiz. Mami, если что, Mbappe. Endi un solamiz. Buni ham xohlaganingizcha solasizlar. Xohlasanglar solmanglar. O'tma shunaqa quyuqroq bo'lgandan keyin Yana un solamiz, a? shokolad solamiz. Oddiy Nestle shokolad. Nodir mana bundan farqi yo'q ekan. Turgan. Oddiy sutli shokoladni to'g'rab sovuramiz. Buni ozginchasini olib qo'yib, ustiga taxlashga kerak bo'ladi. Albatta, solish kerak hammasini. Endi nima qilamiz? Aralashtiramiz. Ko'rsatib aralashtir. Men ko'rsatib aralashtirib olmayapman-da. Kamerani o'zim tiqib qo'ysam ichiga. O'zingizlar ko'rib olinglar, men nima? Nima qilib olasizlar, korоче, dumonoq qilasizlar. O'z to'shli to'g'ri qo'ymizami? Biz ham finalda ko'rib qolamiz endi. Endi 180 gradusga ko'chaga olib chiqib qo'yamiz. Keyin ustini yasatib, 180 gradusda 18-20 minutda pishadi. O'z mana bu yoqqa surish kerak, mana bu yoqqa. Mana cheti qotgan bo'lsa, bo'lib pishgan bo'ladi. O'rtasi yumshoq bo'lsa ham sraz olinglar, qotib qoladi bu.